seni videoyingni musobaqaga yubordim. Endi Almataga borasan. Meni bosh oshpaz bo'lgim keladi. Bu monitordagi bosh oshpaz. Men oshxonamda qalpoqsiz tayyorlanmaydi. Tashqariga qaymoq ko'p qo'shilgan. Seni otang undan oshib o'tdi. Butun yilga taniqli oshpaz bo'lishing kerak. Hoy, menga qara. Bu ish menga kerak va olaman. Seni tashlab ketgani uchun afsuslansin. Tur, o'rningdan ishla. Davron aka, men sizga bu yoqda yaxshi oshpaz topib o'tiribman. Sözünün samağı avadan da jengil bo'lgani keng kulkili azildende beter kulki tug'diradi. Street xona Oltoy uchun maxsus tarjima qilindi va ovozlashtirildi. Hoy, qayoqda yuribsizlar? Yordamlashing. Salom shef. Mana buni olib tashla. Assalomu alaykum. Kelinglar. Yaxshi keldingizmi? Endi ishni boshlaymiz. Nima, tuppa-tuzuk. Shu yerni kesib tashlaysan, yaxshi bo'ladi. Bo'la qol. Qurolsiz jangchi g'olib bo'la olmaydi. Yaxshi masalliq bo'lmasa, taom ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun shef uchun birinchi vazifa yaxshi yetkazib beruvchini topish bo'ladi. Xo'sh, bu yerda go'sht qayerda ekan? 15 daqiqadan keyin masalliq tayyor bo'lishi kerak. Xo'p, shef. Xo'p, shef. Tezroq maydaroq to'g'ri. Nega pomidorni maydalading? Avval baqlajon qo'sh. Shef. Oshpazavutda maqola chiqdi. Nechta? 2ta. 3taga tikaman. Kelishdik. Bu nimasi? Tanqidchilar necha marta shefimizni maqtab, Alohida e'tirof etishini sanayapmiz. O'qiyveraymi? Ha. Olmataning eng nafis taomlari. O'ziga xos yondashuv va lazzat jilosi. 2ta bo'ldi. Hoy, nega to'xtab qolding? Davom et. O'qi. 10 yil oldin shunday deb yozgandim. Afsuski o'shandan beri hech nima o'zgarmagan. Shef Muxtor Kasimovich o'tmishda qolib ketibdi. Yangi durdonalar yaratish uchun ilhomi so'nganga o'xshaydi. Hatto ro'paradagi vagonchada sotiladigan shashlik bilan bo'g'irsoqni birlashtirishdek qo'pol g'oya ham. Mamlakatning eng zo'r oshpazi deb atalmish kimsaning asrlik chang bosgan menyusidan ko'ra ko'proq ishtahani ochadi. Bunday yondashuv bilan keyingi yil uni eng zo'rlar reytingida ko'rmasligimiz ham mumkin. #oshpazavut. Ular meni bozor ovqatini sotadigan eski furgon bilan solishtirishyaptimi? Ko'ra olmaslikda, shef. Ha. Demak, men o'tmishda qolib ketibman. Ilhomim so'nibdi. Yo'q, shef. Buni an'analar deb atashadi. O'tmishda qolganmishman. Hali ko'rishadi. Kichkina. Ha, shef. Bozorga tush, Bagdadning yoniga. Eng sarxil lahm go'sht olib kel. Bo'la qol. Kimga? Bagdadga. Go'shtning zo'ri unda. Tushunmadim, hali ham shu yerdamisan? Yugur. Tezroq ishlaymiz. Ha, qarab qolding. Ha. Shu bo'lakni bering. Nima, salomlashishni o'rgatishmaganmi? Assalomu alaykum, og'a. Iltimos, shu go'sht bo'lagini bering. Buni band qilishgan. Qanaqasiga band qiladi kim? Men.
Salom Bag'dod og'a. Muxtor og'a yubordilar. O, yangi bo'lsa ham salomlashishni bilarkan. Hozir go'shtni urab beraman. Yana shunaqa bo'lay bormi? Bu oxirgisi. Qara. Bu bo'lak baribir katta ekan. Ke bo'lishamiz. Iltimos, uzoqroq tur. Omadsizlik yuqumli deyishadi. Rahmat. Esingdan chiqmasin. Men shu yerda ekanman. Sen doim ikkinchi bo'lasan. Bo'pti. Hoy. Menga qara. Jonga tegib ketding. So'lagingni art. Orzu qilma yo'l. Yoki erkakka o'xshab borib gaplashishga urinib ko'r. Hazillashyapsizmi, Davron aka? Men uning yoniga qanday boraman? Odamga o'xshab kiyinib borish kerak. Atiram sepish kerak. Bir gap aytaymi? Faqat xafa bo'lma. Yaxshi kiyim olsang ham imkoning yo'q. Hoy, nega to'layapman senga? Bor ishla. Davron aka, nima qilyapsiz? Fu! Sizga sarxil go'shtni kutib turing deb iltimos qildi-ku. O'zing fusan. Bilib qo'y. Agar yaxshilab tuzlasa, bu ham yangidek go'sht bo'ladi. Lekin buni rangi Bor undan ko'ra ishla. Ha. Arqat. Sizga hammasi yoqdimi? Yo'q, unda yaxshi. Mayli, yoqimli ishtaha. Rahmat. Hammasi zo'r ekan. xonimlar va janoblar, sizlar bilan birga Abu yo'q, Shovursoq. Hozir aytadigan qo'shig'im qorni och odamlarga ataladi. Qani, ketdi. Men Shovursoq, mazali bo'g'irsoq, davo ham bo'laman. Qorning og'risa, tez va shirin hayoting qilar rangi. Bizdan topolmaysan qorni ochib turgan g'amgin. Ha, qani bizga kel jonim. Ha. Ma. Shovursoqdan tatib ko'ring singiljon. Og'ayni, Shovursoqqa keling. Mana, oling. Aha. Hamma mehmonlarni qo'rqityapti. E'tibor qilma. Omar tortiladigan restoranlarda yermak uchun mayda baliqchilar solinadigan akvariumlar bo'ladi. Mayli yermak qilaversin. Hozircha ovqatlar qalay? Hammasi yaxshimi? Ha, sizlarchi? Shovursoqqa keling og'ayni. Qalay, ovqatning mazasi yaxshimi? Sizlar ham keling qizlar, hammaga yetadi. Mana, olinglar. Kechirasizlar. Oy, kimsan? Senda qo'rquv degan narsa yo'qmi deyman? Kimsan o'zi? Yo'qol bu yerdan. Men seni oqtamdan ag'irga shoxlardan sog'ib
Ketyapsanmi? Yo'qol bu yerdan deyapman senga. Hozirdan sansirashga o'tdikmi? Menga qara. Vagonchangga daf bo'l. Seni boshqa bu yoqda ko'rmayman. Vagonchada yursak ham restoranda yuradigan bolalardanmiz. Biz haqimizda oshpazovda yozishgan har holda. Oshpazavut ahmoq. Hammasini men marketing qilganim uchun yozishgan. Xohlasang senga yordam beraman. Yordam kerak bo'lsa ayt. Yordam? Ha? Bilasanmi? Bo'pti. O'zi seni yordaming kerak bo'lib turuvdi. Yura qol. Yo'q, Ha, yur. hozirmi? Ha, hozir. So'rish bor. Kela qol. Hozir menga yordam berasan. Tugatdingizmi? Qara, ana bu yerda bizni flyerlar turgan quti bor. O'shalarni mijozlarga tarqatasan. Qo'lingdan keladimi? Hop, oson. Xo'sh, qani? Ana, oxirida. Ha, barakalla. Xo'sh. Oy, nima qilyapsan? Och, alo, och. Bo'ldi, og'a, ketishingiz mumkin. Och dedim. Xo'p. Olib keldingmi? Ha, albatta. Juda soz. Avval sakanga bo'laklashga bergan, keyin darrov shefni stolga olib bor. Tushundim. Barakalla. Yo. Mana marhamat, sizga ikkita shovursoq. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Davron aka, Oy, qayoqda yuribsan? hech kimga eski go'sht bermang degandim-ku, nima qilyapsiz? Agar etigini ham yaxshilab tuzlay olsang, senda haqiqiy Bu nima? Shuni aytaman. Umuman chaynalmayapti-ku. Etigligicha qoladi. seni jag'ing nimjon xolos, tushundingmi? Jag'imni nima aloqasi bor? Mana itam yemayapti. Uni ham jag'inimjon bo'ladimi? Voy. Nima meni shovursoqimni haqorat qilyapsanmi? Yo'qollaring bu yerdan. Yur ketaylik, kallasi joyda emas. Lab bo'l. Noshukr. Aka, bizga odamlar qaytib kelish kerak deb aytgandim-ku sizga. Ularga yangi mahsulotlar berish kerak. Voy, menga qara. O'zingdan kattaga aql o'rgatmay, tushundingmi? U seni qishlog'ingda sarxil go'sht oyoq tagida yuradi. Bu yerda esa Vo! Bunaqangi zo'r go'shtni qayoqdan ola qolding? Cho'chqani kallasi? Nima bu? Shunchaki omad keldi. Menimcha bugun sakin og'asiz ishlaymiz, ov. Ha, u gunohini endi yarim kun yuvishga harakat qiladi. Voy qiz, sen cho'chqa go'shti bilan mol go'shtini ajrata olmaysanmi? Bunaqa hazillarga men oshxonamda joy yo'q. Haydalding. Shef, Shef, To'xa, bozorga yugur, go'sht olib kel. shef, xaltamni tasodifan almashtirib qo'ydim. 1 soat bering, o'zim olib kelaman. Yo'q. shef. Uni ishda ko'rdingiz-ku axir. U yaxshi oshpaz. Hammamiz ham shunaqa qovun tushirganmiz-ku. Esizdami o'zingiz halol bo'lmagan un buyurtirgandingiz? Senchi Max, sos idishiga vino quyib qo'yganing esingdami? Shef, men buni hali professional bo'lmagan xodimni himoya qilish uchun professional sifatida aytyapman. Imkon beraylik. Bo'pti, senga 1 soat vaqt. Meni go'shtimni olib kel. Xo'p, shef. Bitta uchrashuvga qarshisan. O'ylab ko'raman. Agar yordam bersang. Xorma? Salomat bo'l. Juda kutilmagan uchrashuv, a? Cho'chqa go'sht kerakmi? Uzr so'rayman, biz halol restoranmiz. Juda ham kulgili. Mendan qarzdorsan. Bitta shovursoqqa tushding. Nega ekan? Meni shef haydadi. Maosh ham bermadi. Men nonushta ham qilmagandim. Shunday ekan bitta shovursoqqa tushding. Nimaga? Meni debmi? Bo'pti, shovursoq bo'lsa, shovursoq hozir pishirib beraman. Qaytimichi? Bo'pti.
Mazaliligidan shubhalanib ham qoladi odam. Yoqimli ishtaha. Hammasi joyidami? Nima bo'ldi? Suv beraymi? Qarang. O'ldirmoqchimidingiz meni? Telba. Meni aybim yo'q. Bu Ha? Senga cho'chqa tashlab ketishibdi. Biz go'sht bo'lmasa kemay qo'yaver. olib kelaman go'shtni. To'xta. Bu meni go'shtim. Hech nimani adashtirib yormadingmi? Yo'q. To'xta. Ber. Olib ko'rchi. To'xta, qaytarib ber. To'xta. Ha, it. Ahmoq. Endi meni aniq haydashadi. Faqat sen emas. Mayli siqilma. Endi uyga ketasan. Oyingdan gap eshitasan. Yoqtirmagan ishingga qaytasan. Keyin umring oxirigacha hokimiyatda qog'oz tashib o'tasan. Meni hech kimim yo'q. Otam ham, onam ham. Bolalar uyidanman. Shef bo'lish orzuim bor edi. Sen esa hammasini buzding. Rahmat. To'xta, shoshma. Men buni hal qilaman. Qo'lingni ol. Hal qilaman. Ketdik. O'xshamagan bo'g'irson, qayerlarda yuribsan? Nega ishlamayapsan? Davron aka, bu nimasi? Men senga nimaga to'layapman? Men flyer tarqatib yurgandim. Nega uryapsiz? Urmang, Davron aka. Bu yoqqa kel. Kel bu yoqqa. Bor ana bu yoqqa. Odamlar ko'p joyga. O'sha yerda ishla. Mijoz qidir. Men juda charchadim. Ozgina dam olay, iltimos. Doim charchadim deysan. Rahmat. Men ham odamman-ku, Davron aka. Quloq soling. Kechirasiz. Shoshmang. To'lamadingiz-ku. Qo'y shoshma. To'xta. Hoy, hoy.
Yalang joydami? Seni deb to'lamay qochib ketdi. Talabadir-da, bechora. Talaba bo'lganida sizni sho'rsaqlaringizni yerdi. Sekin, esingda bo'lsin. Hech qachon yigitlarning ortidan yugurma. Yigitlar seni ortingdan yugursin. Qancha pul bo'pti? Men o'zim to'lab beraman. Nima? To'lab beraman deyman. Mayli. 42500. Qancha? Mayli. Sizlarda kamera bordir. Menimcha rasmini topsa bo'ladi. Nega? Bu kissa o'rin topaman-da. Shunaqangi to'lattiraman. Senmi? Xafa qilyapsan. Qo'limdan flyer tarqatishdan boshqa ishim keladi. Shoshma. O'tmas bolta. Nega keldinglar? Bag'dod og'a, xayrli kun. Ishlaringiz qalay? Salomlashishni o'rgandingmi deyman. Ha. Og'a, haligi bir narsani bilmoqchi. Yo'q, Og'a, lekin biz men senga yo'q dedim. Bag'dod og'a, biz haligi go'shtingizni rasvo qilib qo'ydik. Aniqrog'i, hammasiga men aybdorman. Agar u Muxtor og'aga go'sht olib bormasa, uni haydashlari mumkin. Og'a, iltimos, yordam bering. Pulini men o'zim to'layman. Nega keldinglar? Men band qilingan go'shtni bermayman. Bo'pti, yur. Yo'q, shoshma. Bag'dod og'a, yordam bering, iltimos. Aytgan ishingizni qilaman. Xohlasangiz kechasi bilan tekinga go'sht tashib beraman. Kichik Palov hududida xavfli masalliq aniqlandi. Kuzatuv olib boryapman. Qo'lga tushding-ku. Masalliqni ko'ryapman. Dur restorani stoliga o'tirdi. Qahva buyurtiryapti. Abu, qanday qabul qilding? Tushunarli, qabul qildim. Nishonni ko'ryapman. Qo'lga olish guruhini tayyorla. Men tayyorman. Muzqaymoq va pomidor amaliyotga tayyor. Unda boshladik. Ketdik. Qani, pulni chiqar. Men sizga yaxshi fikr ham yozib qoldirganman. Malika. Bo'ldi. Boshsan. Rahmat. Abu aytdimi? Abu qiladi. Yuringlar. Ikkinchi xaltachi? Siz bitta xalta kerak dedingiz. Qolgan go'sht o'zimga ham kerak. Endi halal bermang. Maor. Senga ko'proq kerak. Rahmat. Agar mabodo haydalmasang, sarimsoqli sariyog'dan foydalan. Bo'g'irsoqning ustiga ziravorli sariyog' surtib ko'r. Shunda mazaliroq bo'ladi. Bo'pti. Yaxshi. Og'a, rahmat sizga. Bugun soat nechada kelay? 11 dan keyin. Yaxshi.
Shoshma. Kech qolma. Rahmat og'a. 5-stol, yana bitta. Shoshma. Nima, go'sht hali ham kelmadimi? Ha? Obbo, hozir unga ko'rsatib qo'yaman. Go'shtingiz, shef. Bor, kiyinib kel, yordamlashasan. 5-stol tayyor. Voy barakalla. Voy, qancha kutish kerak seni? Yana qancha kutay? Xo'sh, charchadingmi? Yo'q. Ishlaymiz. Voy, qo'lingni ol. Davron aka, qornim ochdi. Biz ham ishlayapmiz. Bor ishla. Zo'ra. Yaxshi, a? Sarimsoqli sariyog'dan foydalan. Bo'g'irsoqni ustiga ziravorli sariyog' surtib ko'r. Shunda mazaliroq bo'ladi. Mana shunday. Ha, Berik og'a. Xayrli kech. Sizni restoranimizda yana ko'rganimizdan xursandmiz. Stolga marhamat qiling. Toza havoda maza qilib o'tirasiz. Juda go'zal. yomon emas. Ha? Davron aka, Ha? O, zo'r. Buni yeb ko'rish kerak. Berik, Muxtar og'a. qalaysiz? Qalaysiz? Sizni yana restoranimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Bu dunyoda faqat sizni taomlaringiz menga zavq bag'ishlaydi, Muxtar og'a. Marhamat. O'zi bugun siz uchun maxsus eng sodiq mehmonimizga men bir ajoyib yangi taom tayyorladim. Yangi nafas va mutlaqo yangi ta'm. Nahotki. Wow. Marhamat. Tasanno. Endi Muxtar og'a, men yeb, siz tikka turasizmi? Keling, men bilan birga o'tiring. Keling. Iltimos qilaman. Hayratlanarli. Hayratlanarli. Sizga taomimiz yoqqanidan juda xursandman. Muxtar og'a, men vinoni hayratlanarli deyapman. Ko'p yil saqlangani ko'rinib turibdi. Taom ham doimgidek yomon emas. Lekin menimcha bu taomni 2010-yilda tortgansiz. Xuddi kechagiday yodimda. Ha, shunaqa. Siz ham menga o'xshab eskichasiga yurarkansiz, a? Siz an'analarni zo'r saqlaydigan odamsiz, Muxtar og'a. Hidi ham ishtahani ochadi. Ha, lekin Yo'q. Muxtar og'a, ana u yerda nima sotiladi? Menimcha hid o'sha yerdan kelyapti. Nimadir mazali narsa bor. Men borib yeb ko'rmoqchiman. Men bilan birga bormaysizmi? Lekin yeb ko'rmoqchiman. Yeb ko'rmasam bo'lmaydi. Siz unda hech qayoqqa ketib qolmay turing. Men hozir kelaman, xo'pmi? mana hozir Voy, menga ham bersangiz. Menga ham bering. Siqilib qoladimi? yoqimli ishlar, ha? Davursoqqa kelib qoling. Kelinglar. Voy, qayoqqa? U meniki. Dahshat.
Anchadan beri bunaqa mazali narsa yemagandim. Meni rosa hayron qoldirding. Rahmat o'g'a. Senga rahmat ukajon. Qani, bo'l. Menga yana bitta qilib ber. Bo'ldi, albatta. Hozir. Ma. Bu senga. Bu senga. Foizim nima bo'ladi? Uğundırıp tastayın sezimde Qancar urar sırtımdan tağırtın Dağdarlar keyde toğısamaydı Paçada eskisiz soğusamaydı Askerim senin jarılsa deyim Qatilik qıldın unutulmaydı Kanatıyım Periştedey jannattas Mana bu qismini olib tashlash kerak. Mana bu eng zo'r bo'lagi. Ellerden ayırmaz Tağır жерде тайған ағаныңа Жақынdatып жаттатып жаныңа Қаңыр қалшылығын тарқамас Ақылға сап ойланбағаныңа Іштей келіспеушілік бар екен Тиын тебін термек жан екен Уындырып тастайын сезімді Қанжар ұрар сыртымнан тағертен Ha, bu o'sha ko'cha taomlari festivali. Keling qatnashamiz. Bizni sho'rsoqlarga raqobatchi yo'q. Muxtor og'adan, ha? Festivalimizning kutilmagan ishtirokchisini tanishtirib o'tmoqchiman. Qozog'istonning eng zo'r oshpazi Muxtor Sakenov. Umuman imkoning yo'q-ku. Faqat bugun xalqaro darajadagi oshpaz siz uchun shaurma tayyorlaydi. Men hech qachon yutqazmayman. Street xona Allplay uchun maxsus tarjima qilindi va ovozlashtirildi. Sözüm bolsa sebep ben